Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tövəndəki xəbərlərimizin təfsilatı olsun. Xitoy Tangritog to'g'rining 29 maydagi xabarda bildirilishicha, 5-oyning 28 kuni Gruziyadan kelgan tunji turkumdagi 95 nafar sayohatchi xalqaro navbatchi aeroplan bilan Sharq Turkistonning Urumchi shahriga yetib kelgan. Xitoy bilan Gruziya o'rtasidagi odatdagi pasport egalariga o'zaro viza kechirim qilish kelishimi 5-oyning 28 kuni rasmiy kuchga ega bo'lgan bo'lib, kelishimga asosan Gruziyaning odatdagi pasporti bilan Xitoyning odatdagi pasporti bo'lgan fuqarolarning ikki davlat o'rtasidagi sayohat va boshqa safarlari vizasiz bo'ldi ekan. Egilinishcha bir qatimda turish vaqti 30 kundan eshib ketmaydi ekan. Umumiy turish vaqti bo'lsa har 180 kunda 90 kundan eshib ketmaydi ekan. Xitoy Gruziya o'zaro viza kechirim qilish kelishimi yo'l qo'yilgandan keyin Gruziyaning Tbilisdan Sharq Turkistonning Urumchiga boradigan xalqaro navbatchi aeroplan soni har haftada 6 qatimga ko'paytirildi ekan. Xitoy Xinhua agentlik to'rining 5-oyning 29 kunidagi xabarda ko'rsatilishicha, atalmish Xinjiang madaniyat va sayohat tarmoqlari tashkillab avatgan 58 kishilik atalmish Xinjiang madaniyat va san'at vakillari umiki 26-maydan 28-maygacha Kuvaytni ziyorat qilib, u yerda atalmish Xitoy madaniyat kuni nomida madaniyat va san'at faoliyati o'tkazgan. 27-iyul Kuvaytning Havali o'lkasi Kuvayt Xitoy madaniyat markazida o'tkazilgan atalmish Xitoy madaniyat kuni faoliyatida Xitoyning tashkillashidagi Sharq Turkistonlik madaniyat san'at vakillari umikining naqsh-usul faoliyati o'tkazilib, u yerdagi Xitoy so'yar Kuvayt siyosiy va madaniyat arboblarini jalb qilgan. Faoliyat jarayonida Kuvayt yozuvchisi va ijtimoiy faoliyatchi Asra Hayat muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, o'zining bu faoliyat orqali atalmish Xinjiangning boy va rangdor o'zgacha madaniyatini haqiqiy tushunganligidan intayin xushal bo'lganligini bildirgan. U bu faoliyat Xitoy hukumatining madaniyatni qo'g'dash va millatlar ittifoqligidagi tirishchanligi va muvaffaqiyatlarini namoyon qilib, Xitoy madaniyatining ko'p xilligi va rangdorligini tashqi dunyoga ko'rsatish va namoyon qilish orqali xalqaro jamiyatning Xitoyni texnik atrofli tushunishiga fursat yaratib berdi degan. Bu faoliyatni Xitoyning Kuvaytdagi bosh elchixonasi, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining madaniyat va sayohat idorasi, Xitoy tashqi madaniyat almashtirish markazi birlashib o'tkazgan. Bu faoliyatga Kuvaytdagi Xitoy madaniyat markazi va atalmish Xinjiang san'at teatrxonasi sahibxonlik qilgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.